Yangi kiyimlarimizni yana ko'rsatishda davom etaman. Mana bu dvoyechka kostyum, ya'ni kofta yubka. Aynan hozirgi havoga kiyadigan. Endi men bu sumkani oldim. Men bu tadbirlarga borganingizda ro'molimga mos qilib. Bunga sinyroq sumka ham bo'ladi, qora ham bo'ladi, oq ham bo'ladi. Qalin krepdan ishlangan material sifati juda ham tikilishlari zo'r. Endi men hozir ro'mol olganimga sal ochilib qolibdi bo'ynim. Hozir o'radim-da ro'molni moslab. Xo'p, buni belini keng qilsangiz ham bo'ladi. Jinsi shimlar bilan ustini ham kiysangiz bo'ladi. Mana hozir belini ham qo'yib yuborib ham ko'rsataman. Buni bel bog'ini olib tashlab, o'rniga o'zingizni xohlagan remengingizni qilsangiz ham bo'ladi. Mana bu keng varianti. Aytgancha boyagi klachdan so'raganlar, kesib kelib olib ketsanglar bo'ladi.